Yangilikda dahshat, haqiqatdan O'zbekistonda hali bunaqasi bo'lmagan. Ko'mirga moslangan sushilka, meva deysizlarmi, har qanday mahsulot quritib berish uskunasida. Islom aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsiz, sizsiz? 1,5 tonnalligimiz 1 millionga yaqin rasxod qilsa, 3 tonnaligi 250 ming atrofida. Voy. U ham qo'shib hisoblaganda ataki 200 ming so'm hisobimiz bor bunda. Ya'ni bu oziq-ovqat uchun mo'ljallangan oliy navli plastikdan ishlab chiqarilgan. Har bitta teleshkamizda 32 donadan yacheykasi bor. Bu degani 20 ta teleshkada 640 dona yacheyka bo'ladi, ochiladi. Oh. Ko'rishingiz mumkin. Kiyganimda issig'ini qarang buni. Kiyganimda oldin o'chirib qo'ydik. Shunday ochishdi, unda vosh zo'r issiq edi. Yana sovib qoldi deyishyapti. Mana akalar, ichiga kirganimizda devori-yu, turbasi-yu, pol patolog hamma bolt gekasigacha nержавейка shekilli. Ha, nержавейкani, ya'ni bu 4lik, 6lik nержавейка emas, bu to'liq 1 millimetrlik qalin nержавейкani 2 sloy qilib ishlatilgan, o'rtasi bazalt mahsulotlar utublenlik qilingan. Sekretniy datchiklar qo'yilgan. Issiqlikni, namlikni nazorat qilib turadi, ya'ni miyasi shu berayotgan ma'lumotga qarab issiqlikni, shabadani taqsimlab turadi. Har bir mevani, har bir mahsulot, ne только meva, sabzavot yoki qurt ishlab chiqarish yoki makilo, har xil mahsulotga qarab shabadani tezligi muhim bo'ladi. Buni regulyator qo'yganmiz, millimetr regulyator, har bir mahsulotga qarab pasaytirib, balandlatib, ya'ni quritib tashlamaydi ham. 3,5 kilovat. 220 ishlaydi. Eng muhim. Assalomu alaykum biznesmen, tadbirkor akalar. Sizlarga yangilikda zo'ri bor. Oldin bu narsani faqat elektr yoki gazli variantini ko'rsatardik. Ana endi undan 5 barobar arzonga tushadigan variantini anjoylik Islom akamiz yasab berishibdi. Bu akani bir 3 yildan beri reklama qilaman. Mahsulotlari hammasi zo'r. Bu safar yangilik. Menimcha bitta like bosib qo'yishga arziydigan ish. Sababi bunaqa narsani ko'pchilik qidirib yurardi. Oldin har doim elektr yoki gazda muammo bo'lardi akalar. Uzilib qolishi bor, boshqanisi bor. Ichida masalan bir nechta tonnalar bunda mahsulot turadi. Svet o'chib qolsa yoki gaz o'chib qolsa sizga zarar yetishi mumkin. Endi ko'mir 3 tonna mahsulotni 50 kilo ko'mir bilan bemalol quritib olsangiz bo'ladi. Gradusni zo'r ishlab beradi. Hozir video davomida yana ham aniq tushuntirib beramiz. Bu nima? Bu sushilka, meva quritishda, farmakologiyada, perivalda asosiy tovar bor, qurtob, suzmadan chiqadi. O'shani ham shunday hisob qo'ysanglar, 2 tonna, 3 tonnasini bir sutkaga qolmasdan xudo xolsa quritib beradi. Buni yozda quritish ham problema-da mana sizlarga. Biznes tezlashtiradigan. Islom aka, akajonim, bormisiz? Yangilikka gap yo'q aka. Menimcha like bosib, bu sohadagilar, bu sohaga qiziqadiganlar hamma menimcha podishka qiladi aka sizni. Ko'mir, menimcha Xitoyda ham bunaqa ana yechimni zo'rini qilib qo'yishmagan bo'lsa kerak. Endi bilmadik-ku, lekin O'zbekistonda hali yangilik deb bilaman buni. Bemalol aytamiz buni. Lekin korpusga keladigan bo'lsa, qolgan narsalar ham Xitoydan qolishmaydigan qilib zavodga olib. Va ko'rib turibsiz, listagib, lazer apparatlar, hamma narsa millimetrgacha aniqlikda chiroyli qilib sizga shu stanovlarni yasab beradi. Tushunarli. Akalar, xullas zavod, как завод. Zavod sifatida mahsulot olaman deganlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xolisdan buni qora metaldan ham qilib berishaveradi. Bunda ancha arzon bo'ladi. Narxi, qolgan ma'lumotlar hozir akamiz o'zi to'liq tushuntirib berishadi. Yana bir marta assalomu alaykum qadrli do'stlar. Yangilikda dahshat, haqiqatdan O'zbekistonda hali bunaqasi bo'lmagan. Ko'mirga moslangan sushilka, meva deysizlarmi, har qanday mahsulot quritib berish uskunasida. Islom aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsiz, sizsiz? Rahmat aka. Bu akamiz oldindan sushilkani mutaxassislaridan elektrli har xil variantini yasab yurishardi. Hozirgi kunda eng ommabop, hadavoy, hamma qidirgan, so'ragan ayni mana shu sohaning egalari uchun bu yangilik hisoblanadi. Ko'mirdagisini tayyorladingiz aka. Shunaqa. Xudo xolasa bu 100% ko'mirda ishlaydi. Ko'mirda ishlaydi, faqat sistemani ishlatish turish uchun 3-4 kilovat tok kerak bo'ladi. Ya'ni UPS bilan ham ushlab tursa bo'ladi. Ya'ni bu oldingiga nisbatan elektrda 4-5 barobar narxini arzonlashtirib beradi. 5 barobar. 5 barobar. Masalan, oldin deylik, bundan kichikroq 1,5 tonnalligimiz 1 millionga yaqin rasxod qilsa, 3 tonnaligi 250 ming atrofida. Voy. U ham qo'shib hisoblaganda ataki 200 ming so'm hisobimiz bor bunda. Bo'ldi. Akalar, u yoqda mutlaqo yangilik bor. Ancha-muncha odamning kallasiga kelmaydigan ishni qilib qo'yishgan.
uni oxirida ko'rsatib beramiz. Hozir ichlari-yu bunaqa stelajlari haqida qisqacha. Stelajlar ham yangi. Ha, stelajlar o'zi odatda biz o'z nejavekani ishlaymiz, teleshkalarini. Yacheykalarini Toshkentdan zakaz qilib zavoddan qildirdik. Ya'ni bu oziq-ovqat uchun mo'ljallangan oliy navli plastikdan ishlab chiqarilgan. Har bitta teleshkamizda 32 donadan yacheykasi bor. Bu degani 20 ta teleshkada 640 dona yacheyka bo'ladi. Har bitta yacheykaga 4-5 kilodan mahsulot sig'adigan bo'lsa, 2 tonnadan 3 tonnagacha mahsulot sig'dirsa bo'ladi. Mevani turiga qarab. Mevani turiga qarab, ha, mayda yiriga qarab. Shunaqa. Chunki slivalar og'ir o'tiradi, 3 tonnagacha kirib ketadi buning ichiga. Ya'ni olmalar yoki shunga o'xshash sitrus mevalar yengilroq o'tiradi, 2 tonna, 2,5 tonna sig'ishi mumkin. Bunda keyin qurtob, mana qurt ishlab chiqib, biznes ham rivojlanib ketdi. Tonna qurt ishlab chiqadi, lekin quritish muammo uni. Havo sovuyadi. Mana tayyor yechim. 200 ming so'm bilan 3 tonna qurtob quritsa bo'ladi. Ya'ni makina quritsa bo'ladi yoki shunga o'xshash nimaki tarkibida namligi borki mahsulot quritsa bo'ladi. Bo'ladi. Ko'mirda hidi mevaga urib yubormas. Umuman buni kanal alohida, demaxod alohida, bunga kiradigan xotimiz alohida bo'ladi. Buni faqat issiqligini olamiz. Faqat issiqligini oladi. Bu endi elektrический variantdan voz kechganimiz sababi elektr tok qimmat tushayotgani uchun ko'mirli variantni issiqligidan, energiyasidan foydalanyapmiz. Ya'ni buni aytishim mumkin, bemalol dori ishlab chiqaradigan kompaniyalar giyohlarni quritish uchun ham ishlatsa bo'ladi. Chunki bu 100% nержавейка. 100% nержавейка. 100% nержавейка. Bo'ldi. Eshik-peshiklarni ham ochib bering. Eshiklariga to'xtaladigan bo'lsak, eshiklar germetikni yopiladi. Bu qulay bo'lish uchun kichkinagina qisqich qo'yganmiz, lekin katta qisqichlarning vazifasini bajaradi. Ortiqcha element yo'q. Bitta harakat bilan eshik ochiladi. Ko'rishingiz mumkin. Kelganimda issig'ini qarang buni. Kelganimda oldin o'chirib qo'ydik. Shunday ochishdi, unda vosh zo'r issig'i edi. Yana sovib qoldi deyishyapti. Mana akalar, ichiga kirganimizda devori-yu, turbasi-yu, pol patolog hamma bolt gekasigacha nержавейка shekilli. Nержавейкani, ya'ni bu 4lik, 6lik nержавейка emas, bu to'liq 1 millimetrlik qalin nержавейкani 2 sloy qilib ishlatilgan, o'rtasi bazalt mahsulotlar utublenlik qilingan. Samolyotdan birga e'tibor bermaysizlar, bu ichkari qorong'uligi uchun hozircha vaqtincha qo'yib turibmiz video uchun. Bu ventilyatorlarimizga keladigan bo'lsak, havoni bir xil taqsimlab beradi. Ya'ni ichkariga kirayotgan issiq havoni har bir nuqtasiga, har bir kub santimetriga bir xilda taqsimlab beradi. Bu oddiy ventilyator emas, bu Turkiyada ishlab chiqarilgan ventilyator. Maxsus. Bu issiqqa, namlikka chidamli ancha yil xizmat qilib beradigan, hattoki balansirovkalarigacha bor buni. Bir xilda nimani havo parrakt balansirovkasi ham bo'lar ekan-da. Oddiy ventilyator. Yuqori texnologiya ekan bular. Bir dona ancha qimmat turadi buni. Bu yerda mana sekretniy datchiklar qo'yilgan. Issiqlikni, namlikni nazorat qilib turadi. Ya'ni miyasi shu berayotgan ma'lumotga qarab issiqlikni, shabadani taqsimlab turadi. Har bir mevani, har bir mahsulot, ne только meva, sabzavot yoki qurt ishlab chiqarish yoki makina, har xil mahsulotga qarab shabadani tezligi muhim bo'ladi. Buni regulyator qo'yganmiz, millimetr regulyator. Har bir mahsulotga qarab pasaytirib, balandlatib, ya'ni quritib tashlamaydi ham yoki anaqa qilib qo'ymaydi. Bir me'yorda har bir mahsulotga individual yondashsa bo'ladi. Endi bu ventilyatorlarimiz nimaga aynan bu yerga qo'yilgan? Odatda o'zi oldin o'rtadan chiqarardik. Bu yana ham issiqlikni, energiyani tejamkor qilishlik uchun hamma issiq shu yerdan kelib, patolog 2 qavat orada sirkulyatsionni havo yurish uchun yo'l qoldirganmiz. Shu havo, hamma havo shu yerdan o'tgan hisobiga shu yerda o'zidan ajragan namlikni o'zini olib chiqib ketadi, issiqlik qoladi. Tushunarli. Mana sizlarga. Izlanib, aka siz bilan 3 yil oldin tanishgan bo'lsak, birinchi mahsulotlarimizni ko'ring. Undan ham o'zi zo'r ko'radi. Lekin bu ancha ekonomishni tezroq quritadi. Deyli 24 soatda emas, masalan 18 soatda quritish mumkin. Mahsulot turiga qarab. Bo'ladi. Bu biznesda vaqt juda muhim akalar. Eshiklarga polniy rezinkalar qo'yilgan, germetikni yopilishligi uchun umuman havo qo'yib yubormaydi. Bo'ladi. Ichkarisi ushlasangiz mana issiq, tashqarisi muzdek. O'rtadagi bazalt hisobiga mikroklimat saqlanadi. Shunaqa. Agar haqiqiy jinnisi, texnologiyaning so'nggisi, aqlni ko'rsatamizmi aka? Ko'rsatamiz. Mana o'sha kelar svetdan ko'rdik. Ko'mir kachovi shunga moslab qo'yilgan. Vaqtda televizor o'tkazib 100 kg bo'lsa, o'rtacha 2 sutkaga yetaveradi.
Bunu sizlerge lekin uni gradus nechigacha chiqadi ichidan? Uni 100 gradusgacha olib chiqsa bo'ladi, lekin o'zi meva quritish uchun eng optimal variant 70 gradus. Ha. 70 gradus yetarli o'zi. Shunda berib turaveradi. Hop, shunda sutkasiga bir 50 kilo atrofida rasm qilyapti. Shunaqa. Zo'r. Grubi. Bu yerda o'zi kopiyorni ishlatish uchun 500 watt kerak bo'lsa, umumiy sistemaga motor ichkaridagi parralarga 3,5 kilowatt. 220. 220 ishlaydi. Eng muhim shu 220, 380 emas. Bu aqli miyasi tepadagi kotyolnikimi? Kotyolni upravleniya qiladigan miyasi bu. Bu ichkarida shabadani taqsimlab beruvchi ventilyatorlarni regulyatori, invertor regulyatori, bu start stopi. Bu namlik uchun javob beruvchi ventilyatorda regulyatori. Bu voltmetr, ampermetr, bu kontroller, ya'ni namlik bilan issiqlikni nazorat qilib turuvchi. Bunisi timer. Vaqtni xohlagan vaqtga qo'yib ishlasa bo'ladi. Shunaqa. Bitta yana kelib qoldi, qo'yak. Bu necha yil soat 10 mingta tuxum bo'lsa ochiraversan bo'ladi shekilli. Ya, конечно. Gradusga qo'yib qo'ysa bo'ldi. Inkubatorda katta bahayvat ekan bu. Issiqlik kerakli bo'ladigan kiyim. Gradus bilan vlagisi belgilasa bo'ladi. Ha, bo'ldi. Shunaqa, ha. Voy ona. Ana sizlarga. Ko'p maqsadlarda foydalansa bo'ladi. Juda ko'p maqsadlarda bo'ladi. Mana shu yashikdan 20 ta ketadi. 20 ta teleshga ketadi, 640 dona yacheykasi bor. Har bitta yacheykasi 60 ga 40 sm. O'zinglar hisob kitоб. Bakamiz eskisidan sushilka va suvlar qilgan, yillar bo'yi qancha oldin elektr variantlar ko'rsatiladi, elektr xizmat bo'lganligi uchun akasaga arzonga ko'mir variantida akamiz taklif qilishyapti. Narxini nima deymiz aka? Bu o'zi asli qimmat tushgan. Birli aytib o'tgan birli nimadan ishlatilgan. Buni 22 ming dollar deyapmiz. Tannarxi o'zi ancha qimmat tushgan. Agar kimgadir kichikroq variantlari kerak bo'lsa, zakaz asosida, buyurtma asosida qilib beraveramiz. Lekin nima desam bo'ladi? Misol, kolani ham 0.5 bilan 1.5 likni farqida katta farq yo'q, shunga o'xshab 1 tonnalik bilan 3 tonnalikni farqi katta emas. Qancha katta ob'yomdagisini olsangiz, shuncha arzon tushadi. Bo'ladi. Megabaytda yeb aka. Shunaqa. Masalan, aloqaga chiqib olasizlar. Hamma narsa eng oliy sifatga qilingan. Oziq-ovqat uchun mo'ljallangan, xullas. Farmakologiyaga foydalansa bo'laveradi bo'lsa. Biz qo'ydan kontrolimiz yo'q. Tashqi ko'rinishini temirdan qilsak ham albatta tushadi.